Öyle agar ben sizden başka hiç kimga ishlamayman. Man Oilamdan ajratdi. Boyliklarimni tortib oldi. Mani boshimdan o'tgan qiyinchiliklarni his qilmagungacha tinchimayman. Ba'dan tashib tortmasangiz ham bo'ladi. Shunaqangi bir dori tayinlab beraman, tilidan ham qoladi, aqlini ham yo'qotadi. Faqat mening deb qo'ymasangiz bo'ldi. Keyin pul tezlashtirarsiz o'g'lim. 15 ming dollar hozir men uchun kichkina pul emas. Qarindosh urug'lardan, tanish bilishlardan, do'stlardan hammasidan so'radim. Bittasidan ham najot chiqmadi. Siz men aytgan dorini tayyorlab bering. Xudo xolasa zavodni qaytib olganimdan keyin yarmini sizga beraman. Dorini tayyor deb hisoblang. Siz bag'ini tezlashtiring. Keyin qanaqa qilib ichirmoqchisiz? Bu ish mendan ko'ra sizni qo'lingizdan oson keladi. Oldingizga kelganda aldab dorini ichkizib yuborasiz. Menga boylik kerak emas. Men boylikka to'ygan odamman. Faqat qasdim olsam bo'ldi. O'ylab ko'ring. Zavod dedimi? Boylik dedimi? Oy. senga sotqinlik qilishda ko'rsatib beraman. O tabib. Tabib. Tinchlikmi? Siz bilan ichkarida gaplashamiz. To'xtang uka. Nima gapingiz bo'lsa shu yerda gaplashaylik. Ichkarida xotin xalaj bor, bola chaqa uxlayapti. Ana telba boshlig'im o'ziga kelibdi. Uni sizdan boshqasi davola olmaydi. Nimalar deyapsiz? O'lay agar men sizdan boshqa hech kimga ishlamayman. Men soatiga GPS bilan diktafon o'rnatganman. Hammasidan xabarim bor. To'xta. 1 minut so'zma. Bir ro'zim gapim bor. Uka, o'ldirib berdiz. Bu holatga aniqlik kiritmasdan turib, bunaqa qilib xatti-harakat qilmang. Hammasidan xabarim bor. Eshitdingmi uni? Siz men aytgan dorini tayyorlab bering. Xudo xolasa zavodni qaytib olganimdan keyin yarmini sizga beraman. Sodda. Shuni aytyapsizmi? Bu rol-ku. Ukam pul olishim kerak-ku. Qatlardan pul topib kelyapti. Sizga qarshi ishlayman desam, qo'rqitib yubordingiz-a. Choydan ichingimdan ko'ra. Aniq rolmidi? Ha, iching. Bu senga jazo. Tildan qolasan endi. Ma'qul, hali o'rganaysan. Bu boshlanishi. Abdurahim, olib ketinglarni bo'ladi bu yerda. Bu dunyoda kim pulni ko'p to'lasa, yutuq o'shaniki.